Ko'pchilik ayollar shunday belgilar bilan yuradiki, ularni oddiy hol deb o'ylaydi. Aslida esa bu tananing jim ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Bugun sizga ayollar ko'pincha e'tibor bermaydigan 5 ta jim holat haqida aytib beraman. Agar siz yetarlicha uxlasangiz ham baribir tez charchab qolsangiz, bu temir yetishmasligi, qalqonsimon bez yoki gormonlar buzilishi belgisi bo'lishi mumkin. Maslahat: kuniga kamida 1,5-2 litr suv iching. Go'sht, ko'kat, loviya mahsulotlarini ko'paytiring. Agar charchoq 2-3 haftadan oshsa, analiz topshiring. Bosh aylanishi: ko'pchilik ochlik yoki charchoq deb o'ylaydi, lekin bu past qon bosimi, kamqonlik yoki qon aylanish muammosi belgisi bo'lishi mumkin. Maslahat: uzoq och qolmang, ertalab sekin turing. Agar tez takrorlansa, shifokorga murojaat qiling. Qorin og'rig'i faqat ovqatdan bo'lmaydi, bu ichak, jigar yoki ayollarda ginekolog muammo belgisi bo'lishi mumkin. Maslahat: og'riq qayerda va qachon bo'lishini kuzating, o'zingizcha dori ichmang. Uzoq davom etsa, tekshiruv shart. Keyingisi, agar homilador bo'lmasangiz, tez ko'ngilligingiz aynisa, bu oshqozon, jigar yoki asab tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Maslahat: qahva, yog'li ovqatlarni kamaytiring. Ovqatni oz-ozdan yeng. Belgilar davom etsa, e'tiborsiz qoldirmang. Teri rangining o'zgarishi. Teri oqarib ketishi, sarg'ayish yoki rangsizlanishi ichki a'zolardagi muammolarning tashqi belgisi bo'lishi mumkin. Maslahat: faqat krem bilan yopmang, ichki sababni qidiring. Qon tahlili juda muhim. Aziz ayollar, tanamiz biz bilan gaplashadi, faqat biz uni eshitishni o'rganishimiz kerak. Agar shu belgilar sizda bo'lsa, kechiktirmang, sog'lig'ingizni tekshirtiring. Agar foydali bo'layotgan bo'lsa, layk bosing, obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing.